Assalomu alaykum YouTube kanalimizga obunachilar. Keyingi zakazlarimizni marhamat qayerda tog'a? Marhamat Oqbosh Frunza. Marhamat Oqtosh. Oqbosh Frunza. Frunza ekan mana. Marhamat Oqbosh Frunza dedi. Ko'rib turganinglar mana ikkita eshik olib kelib o'rnatib berdik nega? Mana bu yerda davullari bilan birga qilindi. Davullari ham ko'rib turganinglarda davullarni qilib tugatdik. Ochilib yopilishlari ham juda ham yaxshi. Yaxshi zamonlarda ham doimiy yaxshi zamonlardan qo'yganmiz. Davullari eshikda kvadratini 700 ming so'mdan qilib olib kelib o'rnatdik. Har bitta eshikka bitta eshikka davoriga 700 ming so'mdan mana pul qo'shilib qoldi. Bitta davor, bitta eshikda bitta davor 700 mingdan qilib berdik. Akaga mana O'zbekiston bo'ylab dasturchilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunovkasi ichida bemalol murojaat qila olasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like, podpis bosib qo'yamiz. Kanalimizga yana ortga qilish uchun. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bila.